Başladık. Kızım, damargin biraz. Teşvişlenme, iltimas işlerim kılıp alayım. Mayli, endi men boray, tezroq o'rmonga o'tib, kesib kelaman o'tin. Hayır emas demeli. Bizga nonushtan qani? Hozir qizim uyg'onar. Voydosh bolam och qolar. Hayır yutkursin desa. Bu uydan bo'ldim bezor. Zumrad qaqshatdi zor-zor. Nonushtamizga hamon tuzamabdi dasturxon. Kekkayadi namuncha. Kekkayadi namuncha. Qo'shnilar ham har kuni maqtashar. Ha shunaqami? Bo'ldi bas. Bu ishga chidab bo'lmas. Meni suluv qizimni, arzanda yolg'izimni xafa qilganing uchun tezroq qorangni o'chir. Uyimdan tezroq yo'qol. Tezroq ketmasam bo'lmas, aks holda o'gay onam otamni qiynadilar. Zumrad qizim, kela qol, tezroq yordam bera qol. Zumrad qizim, qayda qolding? Yo'qotganmish qizini. Topolmaysiz izini. Uni o'zim daf qildim. Bu ishimni zaf qildim. Bir betayindan kelsa, nima qilar yo'qotsa? Kun bermadi qizimga. Kirmadi hech so'zimga. Qizim qayerda gapir? Beravermang ko'p savol. Ko'zimdan ketinglar hol. Ko'p vaysanmang ahmoqchov. Sizni ham kutar shu hol. Kızım. Başladık. Nima bo'ldi kızım? Nima bo'ldi bolajonim? Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom. Buning tarixi milliy, aytsam ezilar ko'ngil. O'z uyimdan haydardim, zot bas deb ataldim. Xafa bo'lmagin qizim, men bilan yurgin. Uyingda mehmon bo'lgin. Qani uyga marhamat. Katta rahmat. Birazdan bo'lgin qizalog'im, aylanay kuzgunchog'im. Teşvişlenme iltimos, ishni qilay Saraljon. Zumrad kızım, qayerda qolding? Zumrad kızım. Nima bo'ldi qizalog'im? Sog'indim otamlarni, qishloqdosh odamlarni. Xafa bo'lmagin qizim, senga bitta sovg'am bor. Ertalaga shaqar qashindan sho'rtoq, ikki eshik oq va qora. Oq eshikni tortib ochsang bor oppoq sandiq. Shu sandiq sovg'a mendan, juda xursandman sendan. Rahmat sizga. Mana bu go'zal libos senga bo'ladimi? Voy, bu buncha chiroyli. Endi ko'zimni yumgin, arimali uyingda paydo bo'lgin. Hay qizalog'im. Hay buvijon. İşten kaçtı kızınız. Endi eslan gözünüz. Axir o'zing sababchisan-ku. Xudo saqlasin senday arvaslidan. Voy. Assalomu alaykum. Zumrad qizim, keldingmi? Qarab to'ymaydi ko'zing. Men keldim. Ey, sen qoch. Ya al-hazar. Tilla yuzar-ku. Nima bular? Harflarning hammasi sehrga bo'lib Meni ham shu ya olib boring. Yig'lama, borasan. Undan ko'p pul orasan. Aravani qo'shing chol, qizimni elting darhol. Qiynamay eson-omon shu Zumrad borgan tomon. Xo'p bo'ladi xo'jayin, arzandangizni otlanay. Yuraverma imillab, tezroq qimirla.
tezroq menga joy soling. Charchab ketdim, ketaman. Mayli, unda ketaver. Bilmaysizmi sen bu? Ha, aytgancha qilay topdik. Sen ham bir sovg'amni ol, yerto'laga tushasan. Tashingdan shundan yeydi. Oq va qora yuzni tortib osgach, oq qora sandiq shu sovg'am ekan. Tezroq qilaysiz-a? Mayli, mehnatingga mos, senga tanladim libos. Buncha besamaqay bu. Mayli, ketgan uchun. Voy, oynalarni och, oynalarni och. Otajon, bular qani? Bilmasam, Kimki qilsa yomonlik, aslo topmas omonlik. Voy otajon, bular qani? bilmasam. Kimki qilsa yomonlik, aslo topmas omonlik. Rahmat. Biz rasmimizda Qimmat, Sehrgar, Zumrad otasi va onasini chizdik. Biz bu rasmlarni turli ranglar bilan bo'yadik va u ertakni qilib berdik. Loyiha ish sizga yoqdimi? Ha. Hamma unda faol qatnashdimi? Guruhingiz hammasi? Rahmat qizlarim, loyiha ishingiz juda ham chiroyli chiqibdi. Qo'ldan kelgancha harakat qildingiz. Barakalla.